Payg'ambar alayhissalatu vassalomdan Anas ibn Malik radhiyallohu anhu rivoyat qilgan hadis bor. Imom Ahmadning musnadlarida Payg'ambar alayhissalatu vassalom aytdilarki, kim Allohumma malikal mulk tu'til mulka man tasha va tanzi'ul mulka mimman tasha va tu'izzu man tasha va tudhillu man tasha bi yadikal khayr innaka ala kulli shay'in qadir. رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما تعطيهما من تشاء وتمنعهما من تشاء ارحمني رحمة تغنيني بها الرحمة من سواك اقضي عني الدين. Duosini o'qisa har namozdan keyin, bomdoddan keyin, peshin, asr, shom, xuftondan keyin o'qing shuni. Dengizni ko'piga qadar qarzingiz bo'lsa ham addahulloh dedilar. Alloh sizga buni ado qilishlikka imkon beradi. Alloh ado qiladi dedilar hadisning matnida.